Bugun men pensionerlar uchun eng og'riqli mavzulardan birini tushuntirib beraman. Pensiya olishda, nafaqa rasmiylashtirishda, bank kartadan pul yetishda, chet elga chiqishda, ishlashda va qarzdorlik bo'lsa, pensiyadan ushlab qolishda qanday yangi cheklovlar va qat'iy talablar qo'llanmoqda. Bu ma'lumot juda muhim, chunki bitta xato ariza, bitta noto'g'ri ma'lumot yoki vaqtida topshirilmagan hujjat sababli odam pensiyasidan vaqtincha ayrilib qolishi, to'lov kechikishi yoki ortiqcha to'langan pul keyin qaytarib undirilishi mumkin. Men buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, ishlayotgan pensionerlar, chet elga tez-tez chiqib turadiganlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun juda muhim nuqtalar bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Avval ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, ish joyidan spravka, bankdagi alohida tekshiruvlar orqali yurardi. Pensiona ko'p hollarda biror o'zgarishni o'zi aytmasa, tizim darhol bilmasdi. Masalan, odam ishga kirganmi? Boshqa hududga ko'chganmi? Chet elda uzoq qolganmi? Vafot etgan shaxs nomiga karta ishlayaptimi? Bir vaqtning o'zida bir nechta nafaqa olish holati bormi? Bularning hammasi tez aniqlanmasdi. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, banklar, FHDYO, migratsiya, bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, mahalla va boshqa bazalar o'zaro bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi pensiyaning holati o'zgarsa, masalan ishga kirsa, doimiy yashash manzili o'zgarsa, nogironlik muddati tugasa, chet elda uzoq vaqt qolsa yoki qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati chiqsa, bu holat pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman. Hamma pensionerning pensiyasi to'xtaydi. Hammaning kartasi bloklanadi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar uchun talablar ancha qat'iylashgani rost. Asosiy maqsad ikki xil. Birinchisi, haqiqiy pensioner o'z pulini o'z vaqtida olsin. Ikkinchisi, soxta rasmiylashtirish, vafot etgan odam nomidan pul olish, noto'g'ri ma'lumot bilan nafaqa olish, bir xil asos bo'yicha ikki joydan to'lov olish kabi holatlar to'xtatilsin. Endi men sizga to'liq ro'yxat shaklida eng muhim cheklov va talablarni tushuntiraman. Birinchi cheklov, hujjatlardagi ma'lumotlar mos kelmasa, pensiya yoki nafaqa tayinlash kechikishi mumkin. Agar pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSH raqami, nikoh yoki ajrim hujjatlaridagi ma'lumotlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi bir-biriga to'g'ri kelmasa, pensiya tayinlashda muammo chiqadi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, arxiv spravkasida esa ism bitta harf bilan boshqacha yozilgan. Oldin bunday holat ba'zan qo'lda izoh bilan o'tkazilgan bo'lsa, hozir elektron solishtirishda bu xato sifatida ko'rinadi. Hayotiy misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 6 yoshli ayol 25 yil ish stajiga ega. Mehnat daftarchasida 1932 yildagi ish joyi Nargiza deb yozilgan. Pasportda Nargiza emas, Nargisa deb turibdi. Bir qarashda bitta harf farqi, lekin tizimda bu boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Natijada 5 yil staj vaqtincha hisobga olinmaydi. Pensiya miqdori kutilgandan kam chiqadi yoki hujjatni tuzatish talab qilinadi. Shuning uchun kim pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsa, hujjatlarni oldindan tekshirtirishi kerak. Ikkinchi cheklov. Ish staji va rasmiy daromad faqat tasdiqlangan manbalar bo'yicha hisobga olinadi. Ko'pchilik men 30 yil ishlaganman deydi. Lekin savol shuki, bu 30 yil hujjatda bormi? Ish beruvchi soliq to'laganmi? Mehnat daftarchasi to'g'ri yuritilganmi? Arxivda buyruqlar saqlanganmi? Yangi tartiblarning eng muhim jihati shuki, og'zaki gap emas, faqat hujjatli tasdiq asos bo'ladi. Masalan, erkak kishi 1995 yildan 2005 yilgacha qurilish brigadasida ishlagan. Oyiga o'sha vaqtda yaxshi pul olgan, lekin rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmagan, ish haqi qo'lga berilgan. Bugun u pensiya hisoblatganda bu 10 yilning hammasi stajga kirmasligi mumkin. Chunki rasmiy hujjat yo'q. Natijada pensiya miqdori sezilarli kamayadi. Kim xavotir olishi kerak? Norasmiy ishlaganlar. Bozorda savdo qilgan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmaganlar, fermer xo'jaligida qarindoshiga yordam bergan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmaganlar, eski korxonasi yopilib ketganlar, mehnat daftarchasi yo'qolganlar.
kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Rasmiy ishlagan, ish staji elektron bazada bor, soliq va ijtimoiy to'lovlari ko'rinib turgan, mehnat daftarchasi va arxiv hujjatlari joyida bo'lgan fuqarolar. Yoshga doir pensiya oladigan odam ishlashi mumkin. Ishlashning o'zi taqiq emas. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, ijtimoiy yordamlar, kam ta'minlanganlik asosidagi nafaqalar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner pensiya olishi bilan birga rasmiy ish haqi olayotgan bo'lsa, uning oilaviy daromadi oshgan deb hisoblanadi va ayrim yordam turlari qayta ko'rib chiqiladi. Misol, 67 yoshli ota pensiya oladi. Oyiga 1 million 600 ming so'm. U qo'riqchi bo'lib ishga kiradi va oyiga 2 million 200 ming so'm ish haq oladi. Pensiyasi to'xtatilmaydi. Lekin agar u kam ta'minlangan, oila sifatida alohida moddiy yordam olayotgan bo'lsa, mahalla yoki mas'ul organ oilaning jami daromadini qayta hisoblaydi. Natijada yordam kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya emas. Daromadga bog'liq ijtimoiy yordam bekor qilingan bo'ladi. Nogironlik doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza belgilagan muddat tugasa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Odam mening kasalligim o'zgarib qolmaydi-ku deydi, lekin hujjatda muddat tugagan bo'lsa, tizim to'lovni davom ettirish uchun yangi xulosani talab qiladi. Misol, guruh nogironligi 2024 yil 1 dekabrgacha berilgan. Fuqaro noyabr oyida qayta ko'rikka borishi kerak edi, lekin keyin boraman deb yurdi. Dekabrda xulosa muddati tugadi. Yanvarda to'lov kelmadi. Keyin hujjat topshiradi. Navbat kutadi, ko'rikdan o'tadi. Bu orada 1-2 oy moliyaviy qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, nogironlik muddati tugashdan kamida 1 oy oldin harakatni boshlang. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi hamma uchun abadiy emas. Bolaning yoshi o'qiyotgani kunduzgi ta'lim shakli, nikoh holati va boshqa omillar hisobga olinadi. Masalan, bola 15 yoshga to'lsa, agar u kunduzgi bo'limda o'qimasa, to'lov to'xtashi mumkin. Agar talaba sirtqi bo'limga o'tsa, ayrim to'lov asoslari o'zgarishi mumkin. Agar o'qishni tashlasa, lekin bu haqida xabar bermasa, ortiqcha to'lagan summa keyinchalik qaytarilishi talab qilinadi. Misol, 19 yoshli qiz otasidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U universitetning kunduzgi bo'limiga kirgan. 1 yil o'qigach, sirtqi ta'limga o'tadi va ishlay boshlaydi. Agar bu holat tizimda aniqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Agar 6 oy davomida noto'g'ri asosda pul olingan bo'lsa, keyin ortiqcha to'lov deb chiqarilishi mumkin. 6-cheklov. Chet elga uzoq muddat chiqib ketgan pensionerlar bo'yicha tekshiruv kuchayadi. Agar pensioner vaqtincha chet elga borib kelsa, bu avtomatik ravishda pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin doimiy yashash uchun chiqib ketish, uzoq muddat mamlakat tashqarisida bo'lish, yashash manzili va bank operatsiyalari bo'yicha shubhali holatlar paydo bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Ayrim holatlarda pensioner tirikligini, o'zi pul olayotganini, yashash holatini tasdiqlashi talab qilinadi. Misol, pensioner ona Rossiyadagi farzandinikiga keks oyga ketdi. Kartasi esa O'zbekistonda qolgan, pulini kelini yechib turibdi. Agar bank yoki pensiya organida shubha tug'ilsa, pulni haqiqatan pensionerning o'zi olyaptimi degan savol paydo bo'ladi. Bu yerda muammo pensioner chet elga chiqqanida emas, balki karta va puldan kim foydalanayotganida. Eng to'g'ri yo'l ishonchnoma rasmiylashtirish, bank qoidalariga amal qilish, pensiya organiga zarur bo'lsa xabar berish. Pensionerlarning kartalari firibgarlar uchun eng oson nishonlardan biri. Shu sabab banklar shubhali operatsiyalarni bloklashi, qo'shimcha tasdiq so'rashi, kartani qayta identifikatsiya qilishni talab qilishi mumkin. Bu cheklov pensionerni qiynash uchun emas, uning pulini himoya qilish uchun qilinadi. Masalan, 72 yoshli otaning kartasiga har oy pensiya tushadi. Bir kuni kartadan kechasi ketma-ket 5 marta pul yechishga urinish bo'ladi. Bank buni shubhali deb to'plab kartani vaqtincha bloklaydi. Pensioner ertalab pul yecha olmaydi va jahli chiqadi. Lekin aslida bank uning pulini firibgardan saqlagan bo'lishi mumkin. Bunda holatda bankka pasport bilan borib, kartani qayta faollashtirish kerak. Ko'pchilik keksa ota-onasining pensiyasini farzandi yoki qarindoshi olib beradi. Bu mumkin, lekin og'zaki kelishuv yetarli emas. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma, tibbiy ma'lumot, bank tartiblari va shaxsni tasdiqlash talablari bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensioner og'ir yotgan bo'lsa,
uning nomidan pul yechayotgan odam har bir harakatni qonuniy qilishi kerak. Misol, Saxun yoshli bu yura olmaydi. Nabirasi uning kartasidan pensiyani yechadi. Bu ro'zi, lekin hech qanday ishonchnoma yo'q. Keyin oilada nizo chiqadi. Boshqa farzandlar pulni kim oldi deb da'vo qiladi. Bank operatsiyalari tekshiriladi, nabira noqulay holatga tushadi. Shuning uchun rasmiy ishonchnoma ham pensionerni, ham yordam berayotgan qarindoshni himoya qiladi. Bu eng og'riqli masalalardan biri. Aliment, bank krediti, kommunal qarzdorlik, sud qarori, jarima yoki boshqa ijro hujjati bo'lsa, pensiyadan qonunda belgilangan tartibda ushlab qolinishi mumkin. Lekin bu degani butun pensiyani olib qo'yishadi degani emas. Odatda ushlab qolish chegaralari bo'ladi. Pensioner yashashi uchun ma'lum qismi saqlanishi kerak. Lekin odam qarzni butunlay inkor etsa, ijro organlari baribir hujjat asosida undirish choralarini ko'radi. Misol, pensionerlar million so'm kredit kafili bo'lgan, asosiy qarzdor to'lamagan, sud qarori chiqqan. Pensionerning pensiyasi 1 million 800 ming so'm. Ijro hujjati kelgach, har oy ma'lum foiz ushlab qolinadi. Pensioner men kredit olmaganman deydi, lekin kafil bo'lganini unutgan. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Hech kimga kafil bo'lishdan oldin 10 marta o'ylang. Ayniqsa pensiyada bo'lsangiz. Ayrim fuqarolar bir vaqtning o'zida yoshga doir pensiya, nogironlik to'lovi, ijtimoiy nafaqa, mahalliy yordami, kompensatsiya kabi bir nechta to'lovlarga ariza beradi. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Ba'zilarini birga olish mumkin, ba'zilarida tanlash talab qilinadi, ba'zilarida daromad chegarasi bor. Endi elektron tizimlar buni tezroq aniqlaydi. Misol, 63 yoshli ayol yoshga doir pensiya oladi. Shu bilan birga kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa olishga ariza beradi. Oilada o'g'li rasmiy ishlaydi, kelini ham daromad oladi. Uyda 2 ta avtomobil bor. Bunday holatda ariza rad etilishi mumkin. Bu pensiyani cheklash emas, balki ijtimoiy yordam haqiqatan muhtojlarga berilishini ta'minlashdir. Birinchi nozik jihat. Hamma cheklov ham pensiyaning o'ziga tegishli emas. Ba'zan odam pensiya deb o'ylagan pul aslida kompensatsiya, ustama, parvarish puli yoki mahalla yordami bo'ladi. Masalan, asosiy pensiya keladi. Lekin qo'shimcha yordam kelmay qoladi. Pensioner pensiyamni kesishdi deydi. Aslida qo'shimcha to'lov sharti o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun bank SMS-ga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organdan to'lov tafsilotini so'rang. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pul keyin qaytariladi. Agar siz biror o'zgarishni vaqtida xabar qilmasangiz, masalan bola o'qishni tashlasa, nogironlik muddati tugasa, pensioner vafot etsa, chet elda doimiy yashash holati o'zgarsa, tizim buni keyin aniqlashi mumkin. Shunda sizga 5 oy davomida ortiqcha to'lov bo'lgan deb qarzdorlik chiqariladi. Bu oilalar uchun juda og'ir bo'ladi. Chunki pul allaqachon sarflangan bo'ladi. Uchinchi nozik jihat. Karta egasi vafot etgandan keyin kartadan pul yechish juda xavfli. Ba'zi oilalarda odam vafot etadi, lekin pensiya yana tushadi. Qarindoshlar baribir uning puli edi deb yechib olishadi. Bu noto'g'ri. Vafotdan keyingi to'lovlar alohida tartibda meros, dafn puli yoki tegishli hujjatlar asosida hal qilinadi. Kartadan shunchaki pul yechish keyinchalik noqonuniy olingan mablag' sifatida baholanishi mumkin. 4-nozik jihat. Eski hujjatlarni yo'qotmang. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari nusxalari, harbiy xizmat hujjatlari, farzand tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, diplom arxiv ma'lumotnomalari pensiya hisobida muhim rol o'ynashi mumkin. Bular eski qog'oz deb tashlab yuborish katta xato. 5-nozik jihat. Norasmiy ish bugungi daromadga yaxshi tuyuladi, lekin ertangi pensiyani kamaytiradi. Ayniqsa 65-75 yoshdagilar buni jiddiy qabul qilsin. Hozir rasmiy ish haqi kamroq ko'rinsa ham, staj va ijtimoiy to'lovlar kelajakda pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. 6-nozik jihat. Bankdagi muammo bilan pensiya organidagi muammo boshqa. Agar pul tushgan, lekin yecha olmayotgan bo'lsangiz, bu bank kartasi, PIN, kod, blok, identifikatsiya, bankomat limiti masalasi bo'lishi mumkin. Agar umuman pul tushmagan bo'lsa, pensiya tayinlash, qayta hisoblash, hujjat yoki to'lov jadvali masalasi bo'lishi mumkin. Avval muammoning qayerdaligini aniqlang. Birinchi qadam hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom va ish stajiga aloqador barcha qog'ozlarni bitta papkaga joylang. Ism, familiya,
tug'ilgan sana, sanalar bir-biriga mosligini tekshiring. Bitta harf xato bo'lsa ham oldindan tuzatishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya miqdoringiz va hisobingiz bo'yicha ma'lumot oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki myPonkov.uz. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali mavjud xizmatlardan foydalaning. Agar elektron tizimdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang, lekin parol va bank SMS kodlaringizni hech kimga berib qo'ymang. Uchinchi qadam, agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz rasmiy to'lovlarni qilayotganini tekshiring. Mehnat shartnomangiz bormi? Ish haqi rasmiy o'tyaptimi, soliq hisobotida ko'rinyaptimi? Shularni aniqlang. Og'zaki kelishganmiz degan gap pensiya hisobida yordam bermaydi. To'rtinchi qadam, nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, xulosangizning amal qilish muddatini yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandingizga ham ayting. Muddat tugashidan oldin poliklinika, shifokor, tibbiy hujjatlar, tahlillar va yo'llanma masalasini boshlang. 5-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzandlar uchun o'qish ma'lumotnomasini vaqtida yangilang. Talaba kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lsa, universitetdan oling. Agar o'qish shakli o'zgarsa, yashirmang. Yashirsangiz keyin ortiqcha to'lov qarziga aylanadi. 6-qadam, chet elga uzoq muddat ketmoqchi bo'lsangiz, pensiya va bank masalasini oldindan hal qiling. Kartani birovga berib ketish eng yomon yo'l. Agar yaqin qarindoshingiz pul olishga yordam berishi kerak bo'lsa, notarial ishonchnoma masalasini ko'rib chiqing. Bankdan karta ishlatish shartlarini so'rang. Telefon raqamingiz faol bo'lsin. SMS xabarlar sizga kelsin. 7-qadam, qarzdorliklaringizni tekshiring. Sud qarori, ijro hujjati, kredit kafilligi, aliment, jarima bor yo'qligini bilib oling. Agar pensiyadan ushlab qolish boshlangan bo'lsa, ijro organidan hujjat nusxasini so'rang. Qancha qarz, qaysi qaror asosida, har oy qancha ushlanadi, qachon tugaydi? Buni yozma ravishda aniqlang. Agar xatolik bo'lsa, shikoyat qiling. 8-qadam, bank kartangizni himoya qiling. PIN kodni hech kimga aytmang. SMS kodni hech kimga bermang. Pensiyangiz oshiriladi, kompensatsiya tushadi. Kartangiz blokdan chiqariladi deb qo'ng'iroq qilganlarga ishonmang. Bank xodimi hech qachon SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 9-qadam, vafot, ko'chish, ishga kirish, o'qishni tashlash, nogironlik muddati tugashi kabi muhim o'zgarishlarni yashirmang. Bu ma'lumotlar baribir bazalarda chiqadi. Vaqtida xabar bersangiz muammo kam bo'ladi. Yashirsangiz qarzdorlik, jarima, sudlashishgacha borishi mumkin. 10-qadam, har qanday rad javobini og'zaki qabul qilib ketmang. Sizga bo'lmaydi deyishsa, sababini yozma so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi band asos bo'lyapti? Qanday muddatda qayta topshirish mumkin? Bularni aniqlang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish osonroq bo'ladi. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga alohida aytaman. Ota-onangizning pensiyasi bu shunchaki har oy tushadigan pul emas, bu huquqiy jarayon. Uning ortida hujjat, staj, elektron baza, bank, soliq, tibbiy xulosa, ijro hujjati kabi ko'p omillar bor. Shuning uchun pul kelmadi, demak kesishdi deb vahima qilmang. Avval sababini aniqlang, keyin to'g'ri joyga murojaat qiling. Bugun men sizga pensionerlar uchun eng muhim cheklov va talablarni tushuntirdim. Hujjat mosligi, rasmiy staj, ishlayotgan pensionerlarning daromadi, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, chet elga chiqish, bank kartasi xavfsizligi, ishonchnoma, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish va bir nechta to'lovni birga olishdagi tekshiruvlar. Asosiy fikr shuki, pensiya olish taqiqlanmayapti, lekin tartib va nazorat kuchaymoqda. Hujjatlari toza, ma'lumotlari aniq, o'zgarishlarni vaqtida bildirgan odam qo'rqmasligi kerak. Agar sizda pensiya kechikkan bo'lsa, kartangiz bloklangan bo'lsa, stajingiz hisobga olinmagan bo'lsa yoki qo'shimcha to'lovingiz to'xtagan bo'lsa, izohlarda vaziyatingizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioni ota-onangizga, qo'shnilaringizga va qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bugun bilib qo'yilgan bitta qo'yda ertaga katta pulingizni va asabingizni saqlab qolishi mumkin.